O'zbek adabiyotining zabardast so'z ustasi Said Ahmad 1920-yil 10-iyun kuni Toshkentda tug'ilgan. U 1941-yilda Toshkent pedagogika institutini tamomlagan va o'sha yillardan boshlab adabiyotga faol kirib kelgan. Ijodining ilk bosqichidayoq u real hayotni, oddiy odamlarning quvonch va dardlarini qalamga ola boshladi. 1950-yilda Ufq, Taqdir kabi romanlari bilan o'zbek nasriga yangicha ohang olib kirdi. Uning 1960-yilda yozilgan Jimjitlik asari urushdan keyingi inson taqdirlari haqida hikoya qiladi. Xandon pista, Qorako'z Majnun, Hayotim daraxti kabi asarlari o'zbek adabiyotining durdonalariga aylangan. Said Ahmad faqat yozuvchi emas, balki dramaturg sifatida ham katta iz qoldirgan. Kelinlar qo'zg'aloni nomli sahna asari asosida yaratilgan spektakl va film bugungi kungacha tomoshabinlar qalbida yashaydi. U 1990-yillarda ham faol ijod qilgan, mustaqillik davrida xalq ruhiyatini aks ettirgan asarlar yaratgan. 1991-yilda unga O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan. Said Ahmad 2007-yil 5-dekabrda vafot etgan. Bugun ham uning asarlari o'quvchilar qalbida